السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كيف حالكم؟ معكم سميحة. Solihalar, bugun sizlar bilan inshaalloh skuli nun va tanvin qoidalari mavzusi haqida gaplashamiz. Video sizlarga ham va boshqalarga ham manfaatli bo'lib tarqalishi uchun like bosamiz, izoh bildiramiz. Foydali bo'ldimi, nimanidir tushunmay qolgan bo'lsangiz so'rashinglar mumkin izohlarda. Va shu qoidalarda qiynalayotgan yoki endi o'rganmoqchi bo'lgan solihalarga yuborib qo'ysanglar xursand bo'laman. Sababi YouTube platformasining o'zining qonun qoidalari bor. Shu amallarni qilsanglar, keyin video manfaatli bo'ladi boshqalarga ham. Xo'p, bo'lmasa mavzumizni davom ettiramiz. Skuli nun deganda nimani tushunamiz? Masalan, manzoratun. Bu yerda qani skuli nun, mana skuli nun va kalimani o'rtasida skuli nun bo'lyapti. Yoki min qo'shimchasi. Arab tili grammatikasini biladiganlar buni bilishadi. Va bu holatda qani skuli nun mana kalimani oxirgi holatida kelyapti. Demak, skuli nun nimaligini bildik. Endi bizda tanvin nima desak, tanvin bizda 3 turli bo'lardi. Xo'p, 3 ta belgi qo'yaman. Ya'ni birinchisi tanvin fatha, tanvin kasra va tanvin damma. Demak, bizda tanvinlar va bu yerda skuli nun. Kalima, masalan, bu holatda biror bir kalima mana bu tanvinlardan keyin tugasa, tanvinlar bilan tugasa va bundan keyingi kalimaning birinchi harfi qaysi harfligiga qarab turib, bizda 4 ta qoida bor. Bular izhor qoidasi, iqlob qoidasi, idg'om qoidasi, ixfo qoidasi. Ya'ni mana bu an, in, un tanvinning 3 turida ham tarkibida nima bor? Yashirin, mana an, in, un deganimizda yashirin skulli nun bor. Va mana bunda bo'lsa bu zohiran, ya'ni bu aniq tiniq ko'rinib turgan skulli nun. Nimaga? Mana shu nunlardan keyingi harfni qaysiligiga qarab turib biz 4 xil o'qiymiz. O'sha nunlarni yoki izhor qilamiz, yoki iqlob, yoki idg'om, yoki ixfo. Va mana shu qoidalarni bugun hozir birinchisidan ko'rib chiqamiz. Demak, bizda birinchisi izhor qoidasi. Izhor. Demak, izhor nima degani? Masalan, bizda ham bor bu so'z, sevgisini izhor qildi. Sevgisini izhor qildi nima degani? Sevgisini bildirdi. Xo'p, izhor degani bu o'zini ma'nosidan bilinib turibdi. Biz ko'p ishlatamiz buni. Bildirish degani. Izhor so'zi bildirish, ochiqlash, bayon qilish. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. Bayon qilish, ochiqlash. Ya'ni sizlar lug'atingizga bildirish deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Izhor so'zi lug'atan, ya'ni lug'aviy ma'nosi bildirish degani. Xo'p, hozir iqlob, idg'om, ixfo haqida gapirmayman. Bu mavzularni hozircha qo'shmay turamiz, faqatgina izhor haqida gaplashamiz. Xo'p. Izhorni aytib o'tdim, bildirish degani. Endi istilohiy ma'nosi nima degani? Bizda arab tilida har bir so'zni lug'aviy ma'nosi va istilohiy ma'nosi bo'ladi. Ya'ni lug'aviy ma'nosi bu lug'atdagi asl tarjimasi bo'ladi. Va istilohiy ma'nosi bo'lsa, biz o'shani, misol uchun ingliz tilini o'rganadiganlar biladi, definition bo'ladi. Misol uchun bir so'zni to'liq bir topishmoqqa o'xshab turib aytilinadi va o'sha so'z topiladi. Masalan, deylik, tuxum haqida topishmoq berilsa bo'ladi. Masalan, tovuqning bolasi shunga o'xshash. Hajmi yumaloq bo'ladi. Aytilsa keyin oxirida uni tuxumligini topiladi. Ya'ni ingliz tilini o'qiydiganlar biladi, bunda definition deyiladi. Xuddi shunaqa bizda ham masalan lug'aviy ma'nosi bildirish bo'lsa, ochiqlash, izharun. Istilohiy ma'nosida bo'lsa, izhor so'zi, izhor deb bir harfni mahrajidan g'unnasiz, e'tibor beramiz, g'unnasiz chiqarib talaffuz qilishga aytiladi. Demak, qaranglar. Izhorda bizda 6 ta harf mavjud. Izhor mavzusida 6 ta harf bor. Xo'p, birinchisi hamza. Ha, ayn. Sherigi bilan yodlasak, g'ayn va ha, xo. Demak, jami nechta bo'lyapti? 6 ta. Izhor harflari mana shu 6 ta harflar.
Xo'p, endi bizda shart bor. Qachon izhor bo'ladi? Sukunli nun yoki tanvin o'zidan keyin mana bu 6 ta harfdan biriga yo'liqsa, biz o'sha holatdagi mana bu tanvindagi yashirin nunlarni, yashirin sukunli nunlarni va haqiqiy sukunli nunni nima qilar ekanmiz? Izhor qilib bildirib o'qir ekanmiz. Masalan, mana bu kalimada fasayun mana sukunli nun kalimani tarkibida kelyapti. G'i. Sukunli nundan keyingi harf nima? G'o harfi. G'o harfi bizda izhor oilasiga kiradimi? Bor, mana tarkibida bor. G'oyin. Demak, mana shu holatda birinchi qiladigan ishimiz izhor qilish. E'tibor beramiz, izhor qilish. Ikkinchi qiladigan ishimiz g'unnasiz o'qish. G'unna qilish mumkin emas. Buni yozamiz, g'unnasiz deb qo'yamiz. Chunki bu yerda g'unnasiz deyildi. Qolgan qoidalarda g'unna bilan deyiladi, masalan, qaysidir holatlarda. Uni yozib olamiz va mana shu ikkita etapni bajarishimiz kerak. Birinchi etapda bildiramiz. Fasayun g'iduna. Ya'ni mana shu yerda agar ushab tursam, g'unna qachon chiqadi? Harfni ushab tursanglar g'unna chiqadi. Masalan, fasayun bunda ixfa bo'lib qoldi. Yokida fasayun ushab tursam g'unna chiqib ketib qoladi. Shuning uchun bu yerda ushlash mumkin emas. Mana bu mumkin emas. Faqatgina mana buni qilamiz. Izhorni qilamiz. Fasayun g'iduna. Bu yerda e'tibor beramiz, kalimani tarkibida shu qoida ro'y berdi. Keyingi kalimada bo'lsa, mana ikki kalima. Birinchi kalimani oxiri sukunli nun bilan tugayapti. Ikkinchi kalimani bosh harfi nima bilan boshlanyapti? G'oyin bilan boshlanyapti. Izhorlar oilasiga bizda g'oyin kiradimi? Kiradi. Demak, mana shu yerda ikkita etapni bajarishimiz kerak. Birinchisi izhor, ikkinchi etap bizda kerak emas ekan. Ya'ni mana shu etapni qilib qo'ymasligimiz kerak. Shunda nima hosil bo'ladi? Min g'illin. Min ushlash mumkin emas. Min g'illin. Izhor qilamiz, ya'ni bildiramiz. Tamom. Demak, xo'p, birinchisida misolimizda kalimani tarkibida bu qoida ro'y bergan bo'lsa, ikkinchi misolimizda ikki kalimani oxiri bilan boshida shu qoida ro'y beryapti. Keyingi misolimizda mana bu kalima birinchi kalimani oxirgi harfida tanvin bor. Ya'ni bu yerda bizda tanvin damma bor. Bu degani bizda nima bor? Yashirin sukunli nun bor. Ya'ni taqdiriy sukunli nun bor. U yozilmaydi, lekin aytiladi. Va mana shu nun, tanvindagi yashirin nun yana g'oga yo'liqdi. Faqat ikkita harf orqama-ketin. Birinchi kalimani oxirgisi bilan ikkinchi kalimani boshida shu qoida ro'y beryapti. Va biz mana shu holatda g'oyinga qaraymiz. Izhorlar oilasida g'oyin bormikin? Qarasak bor. Va biz mana shu holatda mana bu vavdagi tanvinni nunini o'qiymiz. Ya'ni la'afun g'afur. La'afun g'afur. Nima qildim? Izhor qildim. Mana bu g'unna qilmadim. G'unna ushab tursak g'unna chiqib qoladi. Shuning uchun e'tibor beramiz, izhorda ushlashlik mumkin emas. Bildiramiz, o'tib ketamiz. La'afun ushasam g'unna ketib qoladi. Shuning uchun ushamaymiz. La'afun g'afur. Tamam. Xo'p. Shu misollar bizda hozir. Demak, izhor mavzusida bizga shu misollar berilibdi. Izhor qoidasi bo'yicha savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarga yozsanglar bo'ladi. Sizlarga vazifa bo'ladi izhor mavzusiga amaliy misollar topishlik. Ya'ni mana bunga o'xshash bitta kalimani tarkibida shu qoida ro'y bersin yoki ikki kalima orqama-ketin ro'y bersin, shu kabi yoki tanvinlik bo'lsin. Shu misollarga o'xshash misollar topishlik sizlarga vazifa bo'ladi. Ma'assalama, ilal liqo.